One of two equations. Demak, ikkita tenglamalarning bittasi system of linear equation given. Demak, berilgan chiziqli tenglamalar sistemasidagi ikkita tenglamaning bittasi berilgan. Demak, buni yana bitta sherigi bor ekan. Sistema has no solution. Ya'ni yechimi yo'q deyapti. Qaysi tenglama could be? O'tkirbek, could be degani nima degani? Bo'la oladi degani. Yashang. Bo'la oladi. Nima bo'la oladi? Tenglama. Ya'ni ikkinchi tenglama. Bu sistema. Bu sistemada ikkinchi tenglamasi bo'la oladi. Hop. Demak, men buni topishim kerak ekan yana bitta tenglama va ular no solution bo'lishi kerak. Demak, javobdan olaman x 15 y deyapti. Hop. Endi olib borib qo'yib ko'ray. 15 y olib borib qo'ysam 7 kere 15 y teng 105 y minus 133. Qarasam bu 105, bu ham 105. Qisqarib ketdi. Baqa o'tsam 0 teng bu bo'lib qoldi. Ha, bu degani nima degani? Bo'sh to'plam degani. Ya'ni yechimi yo'q degani. Demak, javob to'g'ri ekan. 13-misol bo'ldi. Yana bitta ishlanish yo'li bor. Qarang. Tenglamalar sistemasi A1x, B1y teng S1, A2x, B2y teng S2 bo'lsin. Mana shu holatda buni 3 xil yechimi bor, ya'ni barcha nisbatlari teng bo'lsa, nima? Cheksiz ko'p yechim. Agar birinchisi, endi ikkinchisi A1 taqsim A2 teng B1 taqsim B2 bo'lsa, bunda bo'sh to'plam, ya'ni yechimi yo'q. Uchinchisi A1 taqsim A2 teng emas B1 taqsim B2. Mana uni davomi bor. Yozaylik. Teng emas S1 taqsim S2 bor. Mana shu holatda bo'sh to'plam. Bu oddiy ikkitasi teng bo'lmasa, bu bitta yechim degani. Ya'ni shu holatdan foydalanib yechish esda tursin. Demak, hozir bunga tushadi. Men 7 ni 1 ga nisbati, 105 ni 15 ga nisbati qilsam teng bo'lib qoladi. Qarang mana. 7 ni 1 ga bo'lsam 7, 105 ni 15 ga bo'lsam 7, ikkalasi teng. Minus 133 ni 0 ga bo'lsam bu teng emas. Demak, mana bu qoidaga tushib qoldi. Baribir nima? Bo'sh to'plam.